Ey xudo, et nima ayb ish qilib qo'ydim? Nima qilaman endi? Shuncha mollarim, qo'ylarim yonib ketdi. deb u mabda gaplashib turgan ekan. Okey. Ingliz tilini qanchada o'rgansa bo'ladi? 5 oyda normal levelga chiqsa bo'ladi. IELTS'da 6-7 topshirish uchun qancha muddat kerak? IELTS hech kim sizga aytolmaydi. Nechida qancha ola olasiz, hech qaysi sentr ham sizga necha olishingizni aytolmaydi. Okey, IELTS leveligacha men B2 ni oxiri, C1 boshiga где-то maksimum 6 oyda chiqarib beraman. 6 oyda. Ajoyib. Qancha pulimiz ketadi mana shunga? Bilin, menda hozir 1,5 million so'mlik bundle bor. Ya'ni butun umrga, to есть bir marta 1,5 million to'laysizda, butun umrga mana hamma kurslarimiz sizda ochiq bo'ladi. To есть ya'ni 0 dan boshlab uni ichiga talaffuz kursi, speaking kursi, 4 haftalik o'sha zamonlar kursi ham bor. Полностью elementarydan intermediategacha, intermediatedan advancedgacha bo'lgan kurslar hammasi kiradi. И bir martalik to'laydi oyiga emas. Endi bizga butun umrga kerak bo'lmasa-chi, 6 oyda zo'r bo'lib olar ekanmiz. Masalan, o'qishga ketamizda, keyin 6 oyda o'qib, kuchaytirib ingliz tilimizni chet elga chiqamiz o'qishga. Bu nech pul? 6 oylik kurs bo'ladi, полностью. Xohlagan paytingiz sizda qolaveradi. To есть xohlagan paytingiz orqaga qaytib, yana ko'rib olib, eslab olishingiz mumkin. U nech pul? 6 oylik bormi? Nech pul? Qanaqadir 1,5 milliondan arzonroq bormi? 1,5 milliondan arzonrog'i bizada 450 ming so'mga hozir speaking kursi bor. Speaking. Gaplashishimizni rivojlantiradi-da. Do'st o'shandan boshlab turib ko'ringlar, qanaqa bo'lishini qaranglar. U ham garantiya beriladi. Agar nimadir yoqmaydigan bo'lsa, любой narsa yoqmaydigan bo'lsa, pulinglar 100% qaytariladi. Rahmat aka. Ingliz tilini o'rgansam bo'lar ekan. Ey xudo, nima ayb ish qilib qo'ydim? Nimaga endi ingliz tilini o'rganishni boshlashim kerak? Oldindan boshlamaymanmi deb turibdi shu aka.